Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Kronix. Bugun yana bir challenge o'tkazamiz. Livik kartasida faqat Drababik bilan top 1 uchun harakat qilamiz. Let's go. O, danant erkayu, yashatirmayman-ku o'yinda. Yaxshilab eshitib olinglar. Yaxshilab. Bolalaringdan qaytadi. Livik his qiluvchi men tushdim. Drababik challenge-ga start berildi bolalar. Vertolyot ushab qo'ydim. Jigarlar, bu safar shuni tashlaymiz odam tugashini kutmasdan. Drabashga, go. G'orda egir ketaylik. Voyda 28 ta qurol turibdi, Drabashga yo'q, onasini yapsin. Qoch. Ha, ketib qoldi o'sha. Turgizadigan doimgidek. Topildi onang Drababik. Gazini bosamiz endi. Jigarlar 20 minut davomida rosa zerikdim. Borib ikkita Drababik topdim, 3 ta turgizadigan topdim. Oxiri 13 ta qolganda bitta odam topdim. Men seni ko'ryapman. Maza qildim borib 2 soat to'xtadim mashina plosda. Davay jinnilik qilamiz. Odam keldi. Qayerdasan ukajonim? Tomda, mana qayerda o'tyapti u. Qo'lam qiyish onasini emsin. Yo'q vordim boru, bot ekansan-ku uka. Jigarlar, bundan keyin sirazi aptechka urdim, loot qildim, keyin mashinani topib sirazi zonaga bosdim jigarlar. Drop tayyor turibdi-yu. Odam ham bor ekan bu yerda. Odam yo botmikina. Chiq uka, endi dadajon keldi, qiynama. Hozir qarab turinglar, chiqaraman shuni. O'zingni bos uka. Ehson qilamiz, ehson. Ke ukajonim, ke. Ma, ehson. Bo'ldi o'zi, mustaqil ish kerak. Odamlar his qilsin, aura bo'ldi-yu. Hazillashdan pilisos olish kerak. Bo'ldi, ketish kerak bu yerdan. Hamma bildi bor qattaligimni. Uka bekor qilding tortib. Borgungacha bittamizga qo'yib beraman, maza qilinglar. Bo'ldi, zaryad tugadi, o'chir muzikani uka. Bolalaringdan qaytadi. 3 dona odam qoldi bor-ku. Zaryad yetsa bo'ldi bag'ga. Atrofimda yuribdi, kim bo'lsa ham. Topildi sarg'ishdan. Balki animechi. Bir joni qattiq ekan buni ham. Jigarlar, bundan bag'iga yarim soat yana aylandim. Rosa zerikdim o'zi ham. Atti portlatdim va nihoyat oxirgi odam topildi. Mana bizning ehsonimiz. Tegdi yo'q. Nikit qaranglar, Vrak 10x. Bo'ldi, keldi. Shunaqa qilma, top 1 va nihoyat 6 ta o'yindan keyin to'pni oldik jigarlar. Missiya bajarildi. Novi God his qildi Livik. Jigarlar, oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Keyingi videolarda ham aktiv bo'lib turinglar. Xudo xolasa
Bir haftaning ichida 4-qism chiqadi, bu 3-qismi. Obuna bo'lib, like bosib ketish esdan chiqmasin jigarlar. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha xayr.